Qishloqda hamma yoq tinch. Jo'x esa bugun janob merdan do'kon uchun ruxsatnoma oladi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'x va sizlarning yangi videoyimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha kuzatib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Men esa bugun janob merdan do'konim uchun yangi ruxsatnoma olmoqchiman. Ya'ni do'konimda bilasizlarmi, narsalar bor, o'sha narsalarni sotishda ruxsatnomam yo'q. Ya'ni do'konda savdo qila olmayapman. O'shaning uchun hozir janob merdan ruxsatnomani olib kelishim kerak. Lekin janob mer bir ikkita ishlarni buyurgan menga, ya'ni polizdagi hosillarni yig'ishtirib kel degan. Bu yerda hosillar yetarlicha menimcha pishib qolgan. Hozir shuni yig'ishtirib turib janob merga olib borib beraman va ruxsatnomani olib turib keyin qaytib kelib do'kondagi ishlarni ko'rsam ham bo'ladi. Xo'p, bu yerdan sabzi va kartoshkalarni ham olib ketaman janob merga berish uchun birdaniga. Hosillarni hammasini yig'ishtirib ketish kerak. O'zi faqat kartoshka qolgan. Bu yerda polizda kartoshkalar o'rniga hozir bir tomonga sabzi ham ekib ketaman. Shunda menimcha to'g'ri bo'lsa kerak yo noto'g'rimi? Kommentariyaga albatta fikringlarni kutib qolaman. Ya'ni kommentariy yozib qoldiraveringlar. Men har bitta kommentariyani o'qib chiqaman va iloji boricha javob berishga ham harakat qilaman. Lekin sizlar juda ham ko'psizlar, shuning uchun javob berish biroz qiyin bo'lyapti. Atak o'zingizlardan biri kommentariy yozib qoldiraveringlar. Men mana shu yerdan o'tishga biroz tushunmayapman. Obbo, rasvosini chiqardim-ku. Mayli, hozir tozalab tashlayman. Chivo. Tak. Normali. Kartoshkalarning orasida chiriklari 3 ta chiqdi. Nahotki shunchalik ko'p chirib ketgan bo'lsa, sotishda albatta chirik bo'lmaydi degan umiddaman va yo'q ekan. Mana bu yerda bitta kartoshkacha tushib ketgan ekan, ya'ni ikkita ekan, bitta emas. Tak. Ana endi hozir qaytarib ekib chiqish kerak bularni. Mana bu chiriklarni esa pastga tashlab yuboraman. Bu yerda bilasizlar, o'tgan galgi qismni ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda bomijni uyi bor edi. Ya'ni bomij yashar edi polizimda edi. O'sha bomijni keyinchalik yo'qotib yubordim. Ya'ni uy qurib berib, o'sha uyga chiqarib yubordim polizni yon tomonda. Qanday tushunmayapman. Obbo, rasvo qildim bor-ku. Hamma yo'q. Yo'q, bunaqada bo'lmaydi bunaqa qilish. Hozir men yerga bitta blok qo'yib qo'yaman, nimadir qilish kerak. Qanaqadir ideya o'ylash kerak. No, biroz g'alati usulda qurganman-da o'zi ham polizni. Xo'p, to'xtanglar, hozir bu yerdan bitta blok olib kelayda. Xo'p, mana shu yerdan bitta blokchani olaman. Va endi qanday qaytib kirsam bo'ladi? Mana o'sha bomijga qurib bergan uyim, ko'rdinglarmi? Takoy chiqqan menimcha. Yoki notakoy chiqqanmi? O'zingizlar yozib qoldiraveringlar bemalol. Tak, asta hozir mana qo'yamiz. To'xtanglar, mana kay va mana uni kerak yo'q bizga. Narvonni endi va mana. Bir o'q bilan ikki quyon urildi. Ya'ni bu yerdan o'tib qaytishim ham mumkin endi va bemalol qanaqa narsalarni o'tib qaytishim mumkin va kartoshka yeb qo'ysam bo'ladi. Juda ham foydali ish qildim deb o'ylayapman va juda ham xursand bo'lyapman. Uni ko'chaga tashlab qo'ymaslik kerak. Agar janob mer ko'rsa, tamom, menga gapiradi, aniq bilaman. Hozir janob mer yoniga tezda borib kelaman. Ko'chani mana shu tomondan aylanib borishni o'rganib oldim asta-asta. Avvallari bilasizlar, qishloqning markaz tomonidan borardim. U esa menga biroz uzoqlik qilardi. Endi bu yerdan boryapman. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, Jo'xa kel. Hozir taqillatib kirayda. Shart emas, rasmiyatchilik unchalik ham kerak emasdi. Endi siz janob mersiz axir. Lekin to'g'ri aytyapsan. Hosillarni olib keldingmi? Albatta, soliqlarni o'z vaqtida to'lash kerak-ku axir. To'g'ri o'ylabsan. Senga men ruxsatnoma berishim kerak, shundaymi? Albatta, o'shani berasizmi? O'shani kelgandim. Mana stol ustidagi qog'ozlar, mana shu hujjatlarni olib ber. Tak, hozir kechirasiz. Kechirdim, olib ket. O'ynaysiz, to'g'rilatibsizmi? To'g'rilatib yubordim, qalay chiqibdi? Chotki. Borib ishlaringni ko'r endi, bemalol do'konda savdo qilsang bo'laveradi. Senga xohlaganingcha ruxsat bor. Xohlaganimchami? Unchalik emas, xohlaganingcha. Bo'pti, rahmat kattakon. Ana endi do'konning ichida bir ikkita kamchiliklar bor, o'shalarni tuzatib chiqishim kerak. Qanaqa kamchiliklarligini hozir ko'rasizlar, lekin biroz qiyinroq kamchiliklar bor bu yerda. Mana hujjatlarimiz ham bor. Atak. Xo'sh, tak, mana bu nima edi? Taxtalar, eshiklarning ustiga qo'yiladigan taxtalarni men kerak yo'q. Narsalar biroz eskirib qolibdi-yu, atak mayli. Bu yerlarni ochib qo'yaman, chunki savdo boshlanadi. Yo'q, ochib qo'ymayman, to'g'ri. Sal yopiq, biroz vaqt yopiq tursin. Keyin qaytarib ochsam ham bo'ladi. Xo'p, bu narsalarni hozircha menga keragi yo'q va qaysi narsalarni o'zgartirsam bo'ladi bu yerda? Juda ham takoy bo'lib qopti, qaranglar, do'konning ichi tozalab qo'ydim hamma yog'ini.
ya'ni supurib chiqdim va changlar endi bu yerda yo'q. Changlar bilan xayrlashdim. Ular qayoqqa ketganini esa bilmayman. Uchirib yubordim, tashqariga qaratib. O'zim esa hozir bitta ishim bor edi janob merga. Janob mer, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Do'konimdagi ichidagi narsalar eskirgan bo'lsa sotmay, a? Tozalab sot hamma narsalarni, tushundingmi? Tushundim. Shunaqa, короче. Borasan-da, keyin yo'l buzilgan, yo'lni sozlash kerak. Ko'chada yo'l buzilib qolgan, rasvos chiqib qolgan. Qayerda? Katta ko'cha bor-ku. Katta ko'chadami? Katta ko'chada o'sha yoqda borib sozlab keyin bemalol o'zingni ishingni qilasanmi, boshqa ishni qilasanmi, farqi yo'q. Bo'pti, janob mer, men barchasini tushundim. Malades, yaxshi, shunaqa tushunadigan bola bu. Xo'p. Lekin yo'lda qaysi qismi buzilganini katta ko'chani dedi. Bizda katta ko'chalar ko'p, hamma ko'cha katta ko'cha. Bemalol ketaver katta ko'cha deydi-ku. Bizda o'shanaqa hamma ko'cha katta ko'cha. Mana bu yo'qni aytgan shekilli. Dabdalo ketgan-ku. Bu yerda rostdan ham mana nima narsa? What the tushunmadim. Bu qaraqadir qo'g'irchoqmi? U g'alati narsa ekan, bu qarayli shaxmatcha ko'rinishda ekan. Mayli, shu yerda turib tursin. Hozir uydan bor narsalarimni olib kelay-da. Kerak bo'ladigan asbob uskunalar, ya'ni instrumentlarim kerak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Tapor, kirka degandek. Bu yerdan kirka, tapor, belkurak narsalarni olib olsam, tosh kerak, ya'ni tosh blok hamda yer blok ham kerak. Yer blok nimaga kerakligini hozir ko'rsataman sizlarga. Birinchi tosh blokni qo'yishdan oldin ost qismiga, tag qismiga yer blok qo'yib ketish kerak, chunki ekonomik qilib qolish kerak edi hamma yo'qni. Hozir tag to'g'ri ketyapmanmi deb o'ylayapman. Ya'ni bu tomonda emas o'zi aslida, lekin men aylanib bormoqchiman. Hamma yo'qni ko'rib, ko'zdan kechirib, ya'ni boshqa joylarda ham buzilgan joylar bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bunaqa bo'lishi mumkin. Ko'rasizlar, men bilaman-da, o'sha bilganim uchun ham bu tomonga kelib to'g'rilab ketyapman. Hozir men bu yerda asosiy katta ko'cha, ya'ni janob mer aytgan katta ko'chani ham to'g'rilab olaman. Mana bu yerda bunaqangi joy bor ekan. Bu joyni ham iloji boricha tosh blokka aylantiraman, chunki to'liq zamonaviylashgan bo'lsa qishlog'imiz, menimcha o'ta go'zal ko'rinadi. Oddiy qilib qo'ysam ham farqi yo'q. Mana bu yerga mana bunaqa blokni qo'yib qo'yamiz, farqi yo'q. Jitel, nima gap? Zo'r qilyapsan-ku? Zo'r qilyapman, bilyapman zo'r qilayotganimda o'zim ham. Xo'p, tak, biroz g'alatiroq chiqyapti-yu atak. Mayli, nechivo, muhimi janob mer buyurgan ish yo'lni to'g'rila dedi. Menga aynan qanaqa to'g'rilash deb aytgani yo'q. Imkon boricha chiroyliroq qilishga harakat qilyapman. Bu holatda bilmayman chiroyli chiqyaptimi, xunukmi, uni endi sizlar baholaysizlar. Albatta chiroyli yoki xunukligini. Mana bu himoya tizimi kerak emas hozir bu yerga. Mana bu yerni esa mana bunaqangi oddiy toshlar bilan chiroyli ko'rinishga keltiraman. Ya'ni bu oddiy tosh emas. Bilasizlarmi, bu qanaqa tosh? Bu beton tosh, ya'ni ancha-munchaga sinmaydi, buzilmaydi, titilmaydi. Bemalol xohlaganicha ishlatish mumkin odam. Lekin aynan qaysi odam ishlatishi menga noma'lum. Shunaqa. Xo'p, eshikni yopamiz, chunki shamol kiradigan bo'lsa do'konning ichi sovuq bo'lib qoladi. Hozir bu tomonda ham adashmasam buzuq joy ko'rgandek bo'lgandim. Mana bu yerlarni ham to'g'rilash kerak. Bunchalik ham buzilmagan, to'g'risi. Xo'p, tak. Mana bu yerni davom ettirishim kerak. Xo'p, muhimi tosh olib kelishga majbur bo'lmasam bo'ldi. Mana bu yerda ham buzilgan joy bor. Bu yer devorni to'g'rilab qo'ysa bo'lmaydimi, egasi? Endi egasi ham uyini ham to'g'rilab beraman. Portlash bo'lgan bu yerda, nima bo'lgan bilmayman. Точно nimadir bo'lgan bu yerda. Xo'p, boshqa menga janob mer yo'lni to'g'rila degan. Boshqasi bilan ishim yo'q. Boshqa narsa aytgani yo'q janob mer. Agar aytganda qilishim mumkin edi mana. Juda ham tekis bo'ldi. Bemalol mashinalar qatnayversa bo'ladi, lekin qishlog'imizda mashina yo'q. Qachonlardir mashina kelib qolsa bemalol qatnasa bo'ladi. Men esa hozir mana bu yerning yo'lini ham o'zgartirib chiqaman. Bu yerning yo'lini nima zarari bor deyotgan bo'lishingiz mumkin. Bu yomg'ir yog'sa loy bo'ladi mana bu yer. G'alati loy bo'lib qoladi, sariq loy, yopishqoq loy. O'shaning uchun iloji boricha yo oddiy buloq qilib chiqish kerak, yo toshli buloq qilib chiqish kerak. Shunda hech nima bilinmaydi. Ya'ni loy bo'ladimi, qor bo'ladimi, do'l bo'ladimi, vobshe ham farqi yo'q. Mana shu yer tosh qilay, qo'shnimda uyini oldini bilsa bilar, lekin vobshe ko'p tosh sarflab yuboryapman bu yerga. Lekin juda ham qimmatga tushib ketadi agar pulini to'lashni so'rasam qo'shnimdan. Keyin bankrot bo'lib ketsa, unga ham men javobgar bo'lib qolaman. Atak juda ham chiroyli holatga keldi. Endi esa do'konimdagi ishlar bilan shug'ullanaman. Do'konimda nima narsalar eskirgan, qaysilarini so'rovga o'tganligini birinchi
aniqlab bo'ldim. Hozir mana buni, mana buni hammasini xullas. Hammasini olish kerak bu yerdan. Hammasini biroz nima desam ekan, sifati yo'qolib qolgan. Yangilash kerak bularni. Muzlatilgan baliqlarni muz yerib ketgan. Endi u baliqlar o'lib qolmagan, muz yerigan faqat. Hozir podvaldan tushib turib, narsalarni almashtirib chiqaman. Bu yerda podvalim bor edi, shu yaqin atrofda qayerdadir. Mana bu yerda ekan, mana. Tak, всё. Xo'p, qaysi qismida edi? Tak, mana bu tomonda edi, adashmasam. Shu tomonda narsalar bo'lishi kerak. Xo'p, bu narsalarni hozir birinchi yerga qo'yib olayin hammasini, keyin qolganini boshqa joydan yangisini olib kelsam bo'laveradi. Xo'p, takoy, bu tomonlarni ham bir tartibliroq qilib qo'ysam, bemalol hammasi sig'adigan qilib yaxshi bo'ladi. Bu yerga millionerni yashirgandim, esinglarda bo'lsa qaysidir videoda. O'shanga bu yer ochiq bo'lib qolgan. Mana hammasini shu yerga joylashtirib chiqaman. Yangi olib keldiraman. Mana bu yerda shashlik pishiradigan apparatim bor. Buni nimaga bu yerga qo'yib ketishgan, kim qo'yib ketganini bilganim yo'q. O'tgan galgi videoni ko'rgan bo'lsanglar, xo'p, mana kay va takoy. U nimaga bu tepaga chiqib qoldi? Mana bo'ldi, всё. Hamma narsamni hozir joyini o'zgartirib bo'ldim, ya'ni podvalga tushirib oldim hammasini. Bu yerda eski narsalar, hammasi eski. Endi yangi narsalarni qayerdandir olib tushishim kerak, lekin qayerdan bilmadim. Mana shu narsa to'g'risini aytsam juda ham jonimga tegib ketdi. Yomon katta narsa. Bunga joy ham yo'q-da, bor-u, joy вообще yo'q. Xo'sh, mana bu yerlarni yopib tashlayman ustini. Taxta bilan yopsam ham hech qanaqa zarar yo'q. Foydasi ham yo'q, baribir. Mana o'rtasiga ham qo'yib qo'yaveramiz. Bizga o'ta farqi yo'q, o'ta qizig'i yo'q. Xo'p, mana kay va menimcha biroz chiroyli ko'rinyapti yoki-da xunuk ko'rinyaptimi? Tushunmayapman, qarochi, chiroyli xunuk ko'rinayotgani mana va o'ta go'zal, o'ta вообще go'zal. Mana endi tepaga chiqib ketishim kerak bir amallab. Mana bu yerlarni ham tekislash kerak. Do'kon podvalning ichida bo'lmaydi. Bu ko'rinishdan sizlar bunaqa fikrga bormanglar, to'g'rirog'i. Hozir do'konni tepa qismini to'g'irlab oraman, ya'ni asosiy do'konni yangi narsalar bilan to'ldirib chiqaman. Xo'p, bo'ldi, всё, bu yer tayyor. Mana bu yerga ham bir ikkita narsalarni, bloklarni qo'yib, ortiqcha joylarini tekislab yuborish kerak. Ya'ni qiyshiq holatda turmasligi kerak. Bo'ldi, всё. Bu yerni yopib qo'yaman qaytarib. Endi do'konimga hozir yangi narsalarni zakaz qildiraman va olib kelib o'rnattiraman.